Yumshal shunaqa yuzim bo'ladi. 40 kilo ozganimdan keyin ichkilik yozdim. Ancha odatlaysiz. 43 kiloga ozganman. Mahina opa yuzingiz yoqdimi? Вообще deb o'ylayman. Osilib ketdi. Вообще yomon osilib yuzim. Mahina 5 kilo ozib kelib, shu yuzim ideal bo'lsa bo'ldi. Вообще yomon qirchani bo'laman. Ishoninglar, men undan yomon hisoblayman. Каком плане? Hech kim bir tenga yo'q. Yuzim ko'rasan. Mahina opam bugun 3-marta keldilar. 2 marta bo'lmalovchiga qildik. 12 tochka qildik. Bugun net qo'ydik va byurotalizant qildik. Yana biror narsa tushunib bo'lsang, yana qildirma. Просто menga hech kim tushuntirmayapti. Topmasam yana topib kelaman qiling deb. Netlarni qo'ydik. Istoriyada ko'rib qildirmaman. U istoriyaga kam qo'yyaptilar-da. Bu yerim hech qachon o'zgarmasa kerak deb o'ylayman. Men hali yosh qiz bo'laman. To'sanga aytmayman, yuzim sanaqa bo'lsin kerak. Hech qachon boshqa. Qilsa qilsa bo'ladi. Puling bo'lsa xaltada dam olasan yaltada. Bo'ldi. Biz ham bilaylik bo'ldik. Ayrildik. Ayrildik. Yaxshi yuz chiroyliga qarang. Baribir. Hozir bir xilmiz. Unaqa joylar. Etim ko'p bo'lyapti. Eng qiynagan joyim shu yerda. Turib yurdirsam bor ekan bilet. Qo'rqqansizda. Kecha aytdim ishxonasida eritamiz deb. Bilmagan, hech kim savat bermagandi. Hech kim tushuntirmaydi.